Assalomu alaykum. Yaqinda Samarqand xalqaro aeroporti juda g'alati ish bo'ldi. 3-iyun kuni Samarqanddan Toshkent shahriga kelib ketishim kerak edi. Naqd pul masalasida sudimiz bo'layotdi. 12:40 da demak biletda ko'rsatilgan vaqt bo'yicha Samarqand aeroportidan uchishimiz kerak edi va 1:30 larda o'rtacha Toshkent shahriga yetib kelishim kerak edi. Samolyotga chiqdik hammamiz, barcha yo'lovchilar chiqqan, lekin samolyot hadeganda qimirlamay turaverdi. Katta Boeing samolyot, samolyotning ichi deyarli yo'lovchilarga to'la. Qizig'i, oradan yarim soat o'tgandan keyin oxir meni asabim buzildi. Nimaga biz uchmayapmiz, nega ko'tarilmayapmiz degan. Chunki samolyot ichida o'tirish ham noqulay. Yosh bolaliklar bor, yosh kattalar bor, har xil sharoit. Va men vaqtdan kech qolib ketsam, tushliksiz qolib ketaman. Vaqt yo'qotib sudga kirguncha. Keyin qizig'i o'sha yerda samolyot xodimlari aytdiki, bitta hurmatli yo'lovchini kutyapmiz dedi. Tasavvur qilyapsizmi? Celly bir katta Boeing samolyoti belgilangan vaqtida uchmasdan hammani samolyot ichiga yig'ib qo'yib, bitta odamni kutyapmiz ekan. Kim bu vallomat, kim bu hurmatli odam deb odam asabi buzildi. Birorta inson borib haddi sig'ib, "Ey, sen nimaga bunaqa qilyapsan?" deb so'rashga jur'ati yetmayapti. Oxir chidamay o'rnidan turib borib aytdim, kim u odam? Nimaga uni kutishimiz kerak? Men shuncha aeroportda yurib, mahalliy reyslarda ham Farg'onaga uchayotganimda ham bir safar bo'lgan, Samarqandga ham uchayotganimda bir safar bo'lgan. Ozgina ulgurmay qolganimda ham hali samolyot uchib ketmasdan bizni o'tkazmagan. Umuman kutmagan biz hech qaysimizni. Lekin bu holatda turdi samolyot. 45 daqiqa kech uchdi. O'sha samolyotga kech qolib kelgan yo'lovchi kim ekanding? O'zbekistonning shu madaniyatiga mas'ul bo'lgan inson bor ekan. Bu prezident administratsiyasida ishlaydi. Bir lavozimda shu prezident administratsiyasining vakili Gayana Umerova degan shaxs ekan. Yaxshi ham prezident administratsiyasining boshlig'i emas, yo prezident emas bu odamlarda. Ya'ni shu administratsiyaning bir xodimi. Bugun O'zbekistonda celly katta xalq uchadigan samolyotlarni ham belgilangan vaqtdan chiqarib yuborib, istaganicha kech qolib, ko'ngliga nima qilsa, xolasa to'xtatib qo'yadi, xolasa uchiradi. Shu darajada xodimlar ishlayapti-da, mana prezident administratsiyada. Mana ahvol. Kimdan olyapti bular jur'at? Kimdan olyapti degan bo'lsangiz, bular mana shu idorani nufuzi, idorani nomi prezident bilan bog'langanligidan bular bizning fikrimizcha havolanib ketyapti. Xalqni bir tinga ilmayapti. Xalqni bir tinga ilmaydigan odam qanaqa O'zbekistonda madaniyatiga mas'ul bo'lishi mumkin? Mayli, madaniyatga mas'ul bo'lmaganda ham kimsizki sizga butun bir odamlarni kuttirib qo'yib, kech qolib samolyotni to'xtatib qo'yish vakolati berilgan. Kimsizlar sizlar? Gayana Umerovami, boshqami? Prezident administratsiyasida ishlaysizmi? Undan katta joyda ishlamaysizmi? Xalqaro o'yinda ishlamaysizmi? Lekin nega vaqtida yetib kelmasdan turib qolganlarni kuttiryapsiz? Kim sizga xalqni iste'molchilar ustidan bunaqa izdivatsiya qilish, kamsitish huquqini bergan? Kim? Hech kim bermagan. Bizni havo yo'llarimiz ham, boshqa tashkilotlarimiz ham qo'pol aytganda qullik psixologiyasi bilan yashayotgan uchunmikan bilmadim, lekin mana shu rahbariyatda birorta xodimi uchsa birpasda samolyotni ham to'xtatib qo'yapti. Bilasizmi bu nimaga olib keladi? Siz vaqtida uchmadingizmi demak? Yo'nalishlar, boshqa yo'nalishlar o'zgarishiga olib keladi. Boshqa reyslar ham o'zgarib ketadi, bilasizmi? Bitta insonni kutishda oqibatda qancha zarar ko'riladi. Davlat ham zarar ko'radi, aviatsiya sohasi zarar ko'radi. Iste'molchilarning huquqi buziladi. Boshqa reyslarda ham avariya bo'lsa nima bo'ladi bunaqa holatda? Bu mas'uliyatsizlik, bu qonunlarni mensimaslik, O'zbekiston xalqini iste'molchilarni bir tinga ilmaslikda oqibati deb hisoblayman. Shu boisdan qanchalik qonunning kuchi, vakolati yetadimi, yo'qmi, lekin menda komil ishonch bor. Prezidentimiz aytganidek, qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'lishi shart hammaga nisbatan. Shu ma'noda men qonundagi vakolatdan kelib chiqib, o'sha pm.go.uz portali orqali murojaat qildim. Iste'molchilar huquqini himoya qilish bo'yicha demak bugun raqobatni rivojlantirish va iste'molchilarning huquqini himoya qilish qo'mitasi bor. Shunga tushgan, murojaatim o'rganilyapti ekan. Toshkent shahar hududiy boshqarmasiga yuboribdi qo'mita. Qonundan to'g'ri ular o'rganadi, lekin muammo masala shuki, ularning jur'ati yetadimi, yo'qmi? Prezident administratsiyani vakilini jazoga tortish. Agar prezidentimiz aytganidek qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lsa, O'zbekiston havo yo'llari bilan qo'shilib
mana shu xodim ham javob berishi kerak. Jazoga tortilishi kerak. Shuncha odamni kuttirgani uchun O'zbekistonda o'sha avia reyslarini izdan chiqishiga, vaqtdan izdan chiqishiga sabab bo'lganligi uchun bu odam ham bab-baravar javob berishi kerak. Qizig'i shuncha qilar ishni qilib, shunchaki bir og'iz uzr ham so'ramadida, kechirasizlar, men bu sabab bilan nima qilib qoldim deb. Nagli. Bu fir'avnlashish degani. Bularni to'xtatadigan kuch bo'lmayapti. Ertaga endi o'zini Xudo deb ham e'lon qilsa kerak, yerni ham to'xtatib qo'yaman degan. Mana nimaga olib keladi? Qonunlarga bo'ysunmaslik, xalqni bir tiyinga ilmaslik. Odamlar shu samolyot ichida la'nat qilib deb o'tirganlar. Bilib qo'ying, mana shunaqa xodimlarning hisobiga shotingizga la'nat tushyapti sizlarda. La'nat bo'lsin bunaqa xalqqa xizmat qiladigan, xalqni samolyotini kuttirib qo'yadigan xodimlarga deyapti. Shu jumladan mana shunaqa deyman. Noinsoflar. Agar qonun ustuvor bo'lsa, mana nima holat bo'ladi? Mana qarang. Tarixda bo'lganda bunaqa. Janubiy Koreyada Korean Air deganmi shu aviakompaniya bor. Mana shu aviakompaniyaning prezidentining qizi u vitse-prezident bo'lgan ekan. Samolyotda asossiz bir o'zini xohish sababli 11 minut kech qolib qo'nishiga sabab bo'lganligi uchun xalqdan kechirim so'ragan mana Koreyani изменился за, как он выразился, глупое поведение своей дочери и сообщил, что она будет снята со всех постов в компании и ее филиалах. На прошлой неделе в аэропорту Нью-Йорка 40-летний Хизер Чо kompaniyani prezidenti egilib kechirim so'rayapti xalqdan. Qizi ham egilib kechirim so'rayapti. Zato что asossiz ravishda uni qizi shu samolyotda ushlab qolganligi uchun 11 minut kech qo'ngan. Ishdan bo'shatilgan o'sha qizi, vitse-prezident bo'lgan ekan. Eng qizig'i bilasizmi nima? Buni ishi tergov qilinib, sudga oshirilib, sudning qarori bilan 1 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi berilgan. Mana shu samolyotni to'xtatib qo'ygan qiziga, prezident, kompaniya prezidentining qiziga va qizi 5 oy qamoqda o'tirgandan keyin yengillashtirilgandan keyin chiqqan. Mana qonun ustuvorligi nima degani. Mana shunaqa chora qo'llagandan keyin Koreyada qaysi bir amaldorni bolasi yo qizi yo katta ishxonani xodimi jur'ati yetadi qonunni mensimaslikka, samolyotni to'xtatib qo'yishga. Lekin bizda ketyapti shunaqa. Ana qo'rqitasizlarmi, yoqadimi, yoqmaydimi? Shu kunlarda menga ham unisi bunisi kelyapti. Qamalasan yaqinda, yo'q bo'lasan boshqa deb. Agar O'zbekistonda qonun ustuvorligini so'raganimiz uchun mamlakat oyog'i yerda uzilgan ba'zi bir odamlarni mamlakat xalqni bir tingilmaydigan harakati bo'lganligini aytganimiz uchun qamalish bo'lsa, ilojimiz yo'q. Qamalamiz. Agar shuning uchun otib ketsa, ilojimiz yo'q. Otilamiz. Lekin xalq hammasini ko'rib bilib turibdi. Xalqning eng katta resursi bo'lgan ishonchini yo'qotyapsizlar. Realni borini aytib qo'ying. Ishonchni qaytarish hali juda ko'p resurs, mehnat yillari talab qiladi. Hozir chelakda nima to'kiyapsizlar ishonchni. Mana shunaqa prezident administratsiyada mas'uliyatsiz odamlarni, xalqni mensimaydigan odamlarni ishlashning oqibatida bugun bunaqa odamlar bor ekan, administratsiyani hurmati joyida bo'lmaydi. Buni bilib qo'yish kerak. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, qonunda xalqni qonunga bo'ysunish, tenglikni talab qilinayotgan paytda o'sha yerda ishlayotganlar ham bunga rioya qilish kerak. To rioya qilmas ekan mafiya bo'lib ketgan degan fikr bo'ladi. Odamlar hurmat qilmay qo'yadi qonunni. Bu davlatga ishonchsizlik olib keladi. Mana nimaga olib keladi. Shuning uchun buni o'zlari kerakli odamlar xulosa qiladi deb o'ylaymiz. Lekin mana bu o'sha samolyotni kech qoldirgan shaxs kechirim so'rash kerak. Xuddi mamlakat qilib O'zbekiston xalqidan. Havo yo'llari jarimaga tortilib, как положено ularga chora ko'rilishi kerak. Men buni kuchim yetgunicha qonunan olib boramiz. Agar raqobat qo'mitasi kuchi yetmasa, undan yuqorisiga chiqamiz. Kerak bo'lsa prezidentga murojaat qilib chiqaman. Hurmatli prezident, administratsiyada mashaqa xalqni mensimaydigan samolyotlarni kerak bo'lsa to'xtatib qo'yayotgan odamlar ishlayapti, bilyapsizmi? Mana bular kim bergan ishonch orqali harakat qilyapti. Ya'ni bular qo'pol aytganda prezidentning obro'siga putur yetkazyapti. Odamlar nima deydi? Mana xalqni mensimaydigan odamlar prezident yonida ishlayaptimi degan savol bo'ladi. Mana salbiy oqibat. Shuning uchun yana aytadiganimiz, qonunlarga qaytaylik. Qonunlarni hurmat qilaylik.
oyoq yerdan uzilmasin hech qachon.